Oldingi partiyadagi Eocycle lazerli epilatorlarimiz tugadi. Endi yangi partiyasini sotuvini ochamiz. Bilasizlar, meni klientlarim doim bizga ishonib mahsulotlarni xarid qilishadi, chunki har doim sizlarga eng yaxshi sifatdagi mahsulotlarni Koreyadan jo'nataman. O'shaning uchun sizlar ham qo'rqmay xarid qilsanglar bo'ladi. Odzivlar juda ham ko'p kelyapti, chunki bu apparat Koreyaning eng kuchli meditsinskiy apparatlari ishlab chiqaradigan brendi tomonidan chiqariladi. Yuqori texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan bu apparat sizlarning tuklaringizda 100% yo'qotishga kuchi yetadigan apparat hisoblanadi. Oilaviy ishlatsanglar bo'ladi. O'zim ishlatadiganim aynan 22X. Buni 3 xil varianti bor qizlar. Men ishlatadiganim avto rejimi bor. Birdaniga 20 ta vspышкani olib beradi va rangingizga moslashish effekti bor. Yana bir xili bor, u 3 xil nasatkaga ega. Seriya tuklarga, qalin tuklarga va teridagi, yuzdagi dog'larga ishlaydigan funksiyasi bor. Hozir men sizlarga o'zimnikini ochib ko'rsataman. Bu shunaqa idishlarda bo'ladi. Endi buni ko'p ishlatdim. Effektivnisi juda ham zo'r qizlar. Yuzinglarga, butun badaningizga ishlatsanglar bo'ladi. Bu Sog'liqni saqlash vazirligidan Koreyada o'tkazilgan apparat hisoblanadi qizlar. Tekis ushlab hamma joylarga otsanglar, tuklardan xalos bo'lasizlar. Eng zo'r yana bir xususiyati, agar tok past bo'lsa, kuchli adapteriga ega. Ya'ni tokni o'ziga kerakli darajada olib, sizlarga yetkazib beradi. Epilator yordamida protsessni tugatib bo'lganinglardan keyin badaningizga albatta shu mahsulotlardan surishinglarni maslahat beraman. Bular qizarishlarni badandan oladi, terini yumshatadi, silliq va mayin qiladi. Eng zo'r xususiyati terini oqartiradi. Qiziq, kommentariyaga epilator so'zini yozib qoldirsangiz, sizga to'liq ma'lumotlarni va narxlarini tashab beraman. Hammalarni magazinlarimizda kutamiz. Bizning magazinlarimiz Andijonda va Toshkentda joylashgan.